Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biza Tianjinning eng katta shifoxonasida, hospitalda, birinchi shifoxonasida turibmiz. Bu yerdagi bo'limda qanday qilib og'ir bemorlarni xalq tabobati uslubi bo'yicha davolashlar jarayonlari ketmoqda. Bu mana shu koridorlari, mana bemorlar, bu insult bemorlar. Bu yerda har xil og'ir nevrologik kasalliklar, bu insultlar, Parkinson kasalliklari, Alsgeymer kasalliklari va hokazo nevrologik kasalliklarni davolash jarayonlari olib boriladi. Больница haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mana bu apparat bo'ladi, miya stimulyator, ya'ni nervlarni uyg'otadigan apparat hisoblanadi. Keyingisi bu biomagnit hisoblanadi, ya'ni nervlarni uyg'otishga yordam beradigan biostimulyator apparat. Bu hamshiralar o'tiradigan registratura. Mana hozir hamshiralarimiz o'tiribdi. Mana shu yerda bemorlarni davolab, bu yerdan bemorlar taqsimlanadi va har bir bo'limga shifokorlar bo'lib beriladi. Qaysi shifokor qaysi bemorni davolash haqida. Ketdikmi yana? Davolash muolajasi masalalari bo'yicha bemalol bizning klinikamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizda ham hozir davolash rejalari, davolash muolajalari ketyapti. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.